Alloh taolo Oli Imron surasi 190-oyatda aytayaptiki, osmonlar va yerni yaralishida, kecha va kunduzi almashib turishida aql egalari uchun oyat ibrat bordir deyapti. Ya'ni Oli Imron surasi 190-oyat, osmonlar va yerlarning yaralishida, kecha va kunduzi almashib turishida aql egalari uchun oyat ibrat bordir. Bugun osmonlar va yer yaralishi haqida emas, kecha va kunduzi almashib turishida aql egalari uchun oyat ibrat bordir haqida gaplashmoqchiman. Qur'on tarjimasini o'qisanglar, Alloh taolo aytayaptiki, birinchi kunduzni keyin kechani yaratdim demayapti. Birinchi kechani keyin kunduzni yaratdim deyapti. Birinchi kechani va kunduzni. Har doim kecha va kunduzi almashib turishida aql egalari uchun oyat ibrat bordir deyapti. Demak, Alloh taolo birinchi bo'lib qorong'ini yaratibdi, kechani yaratibdi, keyin nurni, keyin yorug'likni yaratibdi. Birinchi zulmatlarni yaratibdi, keyin nurni yaratibdi. Keling endi payg'ambarlardan Nuh alayhissalomni qissasini eslab o'tamiz. 950 yil da'vat qildilar qavmini. Qavmi qanaqa edi? Butlarga sig'inib ketadigan, mushrik bo'lib ketgan shunaqa odamlar edi. Nuh alayhissalom ularni nimadan ogohlantirdi desa, Jabroil alayhissalom vahiy orqali o'zi Alloh kalomini Nuh alayhissalomga tushirdi. Kitob shaklida kelmagan, Nuh alayhissalomda lavhalar bo'lgan. Lavha degani varaqa, varola bo'lgan. O'sha varolarni tushirganda, ya'ni Jabroil alayhissalom Alloh taoloning kalomini Nuh alayhissalomga tushirganda, Nuh alayhissalom qavmiga aytdiki, bu butlarga sig'inmalaring, Allohga shirk keltirmalaring. Agar bunaqa qilsalaring suv toshadi. Sanlar ham men g'arq bo'lasanlar desa ustidan kuldi. Demak, agar Alloh taolo Nuh alayhissalomga o'zini o'sha lavhalarini, kalomini tushirmaganda, qavmi butlarga sig'inib, mushrik bo'lib, zulmatlarga kirib ketar ekan. Agarda Nuh alayhissalomning gapiga kirib, o'sha butlarga sig'inishdan voz kechib, Nuh alayhissalom bilan yakka-yagona Allohga ibodat qilganida nima bo'lardi desanglar, o'sha qavmi butlarga sig'inib ketgan zulmatlardan nurga chiqardi. Kecha va kunduzi almashib turishida aql egalari uchun oyat ibrat bordir. Demak, Alloh taolo birinchi zulmatni yaratibdi, keyin nurni yaratibdi. Agar Alloh taolo o'zini kalomlarini Jabroil alayhissalom orqali payg'ambarlarga vahiy qilib tushirmasa, odamlar zulmatlarga kirib ketar ekan. Demak, Alloh taolo o'zini oyatlari orqali, o'zini kitoblari orqali odamlarni zulmatlardan nurga olib chiqqisi kelar ekan.